Hammaga xayrli kun. Hozir sizlar bilan haftalik analizni boshlaymiz. Bugun 13-iyul. $10 parasidan boshlayman, har doimgidek. Xo'p, endi daily time'dan boshladim. Analiz qilishni daily time'dan boshladim. Mana shu zonada bitta yaxshi idealniy buy zona qoldirib ketgan ekan va o'zidan oldingi maksimumni hozircha yecha olmagan. Ya'ni har bitta maksimum bir martalik qaytarish kuchiga ega. Endi shu zonaga kelishini kutamiz va kelganida bayga qo'shilsak bo'ladi. Ungacha bunga kelgunigacha yana bir ikkita yo'ldan bay zonalar tashab kelyapti. Yo'l-yo'lakay bay zonalar qoldirib kelgan. Birinchi zonadan bir martalik qisqa muddatga bayga entry qilib qo'shilsak bo'ladi. Stop lossini blok pastiga yoki mana bu minimumiga qo'ysak bo'ladi. Ko'pincha buni yechishi mumkin. O'sha uchun blokni pastiga qo'yaman va take profitni mana shu maksimumga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Hozir birinchi kirish tochkada bo'lib turibdi va keyingilari bu buy uchun ishlaydi, bu ham buy uchun ishlab beradi. Mana bu globalniy razvorot qilib ketishi mumkin. Bular qisqa muddatli ikkita buy zona bor hozircha. Endi out dollar parasiga o'taman. Out dollar parasida bunda ham daily time'dan boshlayman. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, mana bu joyda kuchli qulashda berib ketgan sellga zona bor ekan. Endi mana shu sell zonamizni men minimumni ham belgilab qo'yaman take profit sifatiga. Hozircha qo'shilishimizga bizaga sell zonalar kerak bo'ladi. Mana bu joyda minimumni yechgan, mana bu joyda minimumni yechganda zona berib ketgan, hali ishlatmagan zona. Mana shundan ham qo'shilsak bo'ladi. Yuqorida yana bitta bayga, ya'ni sellga zona qoldirib ketgan ekan. Xo'p, mana bu joydan bir marta sellga, tepasidan ham sellga ishlasak bo'ladi. Xo'p, kirish tochkamiz mana shu va yuqoriroqqa stop loss qo'yamiz. Take profitimiz pastga bo'ladi. Ya'ni o'zidan oldingi har bitta minimumga. Buni ham yechishi mumkin. Nimaga buni yechish kerak deb aytaman? Mana bu joyda trend ko'rdim. Trend anchadan beri shakllangan. Buni trendimiz yorsa, globalniy minimumlarni yechishga fokusi qaratiladi. Mana shu holatda out dollar parasi. Endi NZD dollarga o'taman. Bu ham daily time'dan boshlayman. Daily time'da o'zidan oldingi maksimumni yechgan va shu yechilishida yaxshigina ishlab beradigan zona qoldirib ketgan ekan. 1 soatlik time'ga qaytaman va mana shu zonani 50% ga kelishini kutaman. 50% da idealniy bayga zona tashab ketgan. Kirish tochkamiz mana shu bo'ladi. Mana shu holatda bu yoqdan bitta buy zona qoldirib ketgan, biza mana shu joydan entry qilsak bo'ladi. Stop lossni minimumga qo'yaman. Ya'ni men bu buy zonamizni pastiga qo'yaman. O'zidan oldingi maksimumga take profitlar bo'ladi va dailydan ham take profit olsak bo'ladi. O'zidan oldingi maksimumlarga qo'yadigan bo'lsak bo'ladi. Xo'p, mana shu holatda e'tibor qiladigan bo'lsanglar, daily time'da trend shakllantirgan. Globalniy trend. Trendni yorgan va retestidan bir martalik impuls berib bo'lgan. Endi mana shu impulsda zona qoldirganmiz. Endi qo'shilishimiz uchun shu zonadan entry qilyapmiz. Mana shu zonaga kelsa 50% dan bayga bir martalik entry qilamiz va globalniy razvorot bo'lishi kerak mana shu. Endi USD Chief parasiga o'taman. USD Chiefda daily time'dan boshladim buni ham. Daily time'da qaraydigan bo'lsak, xo'p, buy zonadan reaksiya olib yuqoriga qarab chiqib ketgan. Endi 1 soatlik time'ga o'taman. 1 soatlik time'da ko'rinishi bunda ham maksimumida juda ham yotiq trend bo'lgan ekan. Maksimumida bergan. Mana bu trend. Bu unchalik kuchli trend emas, chunki juda ham yotiq trend bo'lib qolgan bu. Endi xo'p, bayga qo'shilishga sabablar izlashimiz kerak. Bayga qo'shilish uchun mana bu joyda buy zona bor va PD equity ham shu joyda yasalgan. Endi mana shu zonaga kelganida bayga entry qilib stop lossini minimumga qo'yaman va take profitim yuqoriroqqa bo'ladi. Nimaga? Chunki buy zonadan bayga reaksiya olgani uchun yana qo'shilishim uchun bayga sabablar qidiryapman. Xo'p, o'zidan oldingi maksimumlarni yechish uchun narx yuqoriga qarab harakatlanadi. Deylik, mana shu eng yaqin maksimum bo'lib qolgan. Shungacha biza baylarni ushlab olsak bo'ladi. Kirish tochka mana shu blokdan kiramiz.
Hop, bu yoqda ham bitta buy zona yasab ketgan. Hop, bizani blokimizdan yuqoriga turibdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu bizani birinchi kirish tochkamiz va ikkinchi kirish tochkamiz ikkalasi yonma-yon joylashgan turibdi. Bu USD Chief parasida. Endi USD CAD parasini ko'radigan bo'lsak, daily time ga qarayman. Bunda ham globalniy FVG, ya'ni buy uchun zona qoldirgan. Mana daily da endi katta time'da qoldirgan, kattaroq sabab bilan razvorot qilishimiz kerak shu joyda. Xo'p, ungacha buni ichida juda katta zona turibdi. Endi shunga kelgunigacha bizni sell ishlashimiz mumkin yoki yo'ldan bir marta, ikki marta qaytaradigan zonalarni belgilab savdo ham qilsak bo'ladi. Xo'p, mana shu holatda bundan kiramiz va take profitimiz o'zidan oldinga har bitta maksimum bo'ladi. Xo'p, bu bo'ladi. Bundan tepada ham zona qoldirgan, mana shu zonalardan qo'shilsak bo'ladi. Shu bilan birga haftalik analizni tugatamiz. Mana shu g'oyalar bilan savdo qilsanglar bo'ladi. Hammaga omad.